Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi bugun 1-iyul kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bugun 1-iyul kuni O'zgidromet ob-havo prognozini e'lon qildi. Bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm vodiy viloyatlarida ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Shimoliy va cho'l hududlarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda esa chang to'zon bilan 20-22 metr/sekundgacha chiqishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 32-34 daraja issiq bo'ladi. Bugun 1-iyul kuni tog'oldi va tog'li hududlarning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda havo harorati 20-25 daraja issiq bo'ladi.